Assalomu alaykum. Bugun biz mana shuncha blokni tov o'yinini o'ynaymiz. Biz kanalga boshqacha hozirni bilan tosh taji qog'oz. Men chiqdim. Demak, sening blokingni men toshim kerak ekan. Ana sen bu yerga bitta xohlagan bloklaringdan birini yashirasan. Bu yerga yashirasan. Qani yashirishni qarab o'tiraman. Bo'ldi. Bo'ldimi? Yashirdingmi? Nereye yashirdingmi? Şu blokni to'xta, bilan bitmaysa. Mana bu bloklarni ko'rib turibsan-a? Şu bloklarda buni yoki buni deb shu bitta blokni olasan-dami? Shitib olib yashirasan, shitib qo'yib, kirstaga kitasan-da. Keyin ustiga buni yog'ochni qo'yasan. Mana bu yerda qaysi blok bo'lsa, shuni o'rniga bosasan. Oldu. Sin. Buna bulaştım ya koyma. Ya gerek. Buna bulaştım şimdi yaşırasın. Keyin üstüge yog'och qo'ysan abi deb qopdi. Shu qo'yasan. Üstüge mana yaşırasın. Shu bularni to'shim kerak. Bu yerda bitta blokni olasan-da, yetib yashirasan. Qaysi blokligini o'zing olmaysan, tanlaysan. Ben bir yerde bırakın gönderim abone koydum. Kana xohlagan blokingni mana bunda tanla. Gel bakalım. Tanlalarni shu blok qo'yaman. Boldir. Ben savol beraman. Faqat 20 ta savol berish mumkin. Sening blokingning rangi yashilmi? Unda yashil bo'lgan bari bloklarni javob chiqaramiz. İkinci savol o'tamiz. 10 ta savol berish mumkin. Sening bloking mana bunday to'liqmi? Mana bunday yog'och qo'shib to'lig'a hamma jeri yoki bunov deymi? Yoki bunov deymi? To'liqmi? Unda to'liq bo'lmagan bari bloklarni javob chiqaramiz. Ular ham ketdi. Vakilam ketdi. Ikkinchi savolimda juda ko'p blok ketyapti. Agar sening bloking javob qo'ysam yottiraman. Endi uchinchi savolga o'tamiz. Sening blokingning rangi qanaqa? O'tpa to'la. Oq va qora? Unda bu yerda oq bormaqin. Shuncha bor. Bu yerda mana bitta ko'rinyapti, lekin bu yerda aniq yo'q. Bu emas. Voh! Sening blokingning qizili ham bormi rangi? Hop. To'rtta savolim ketdi degani. To'xta. Ha. To'rtta savolim ham ketdi. Endi uchinchi savolimizda shuncha blok ketyapti. Qizil shuncha blok ketdi, oq va qora. Bitrot deydi. Bitrot deysizmi? Bitrot to'nnachalarda. Ana endi sening bloking
Şimdi hadi merde payda bulup çıkarsan ki bu 5. savun. Şimdi hadi merde payda bulasan ki spawn. Şu anda aldığında uçuraşı mümkün mü şu blok? Mümkün emese. Onda mümkün bo'lgan bar blokchi olib chiqish kerak. Olimlar faqat yog'och uçuraşı mümkün. 5. savolda bittagina blok ketdi. Şu blok juda qadimiy blokmi? Qadimiy emasa, unda qadimiy bo'lgan bar bloklar javob chiqishimiz kerak. Qadimiy? Qadimiydi. Qadimiydimi? Unda qadimiy emas bloklar javob chiqamiz. Bu qadimiy emas, bu bo'lmaydi, bu hamman emas. Mana bular ham qadimiy emas. Bu qadimiy emas, bu emas. Burada olmasmanın biri kaldı. Dintim kaptı. Bunu kadırayım mı? Yemez. Hiç kakar. Elbette kadırayım yemez. Tinti cire kadırayım yok. Yok kadırayım yemez mi? Cire mal yanım. O portlaydı mı portlamaydı mı? Patlamaydı. Onda tinti yem gitti ya. Bir bak. Olmaz mı kaldı? Senin blokinde olmaz kirkemen yok olmadan sındırsa düşemez mi? Düşmeydi. Düşmedi. Demek ilke yürüyecek. O kaya soğuk işte bir işte bu kaldı. Yıllık kısapçı. Ya konmuş bu kitap işte bu kitap olarak gerekmiyor. İken mali özümde hamma savollar ya bitta savol qoldiramam. Shu savol bitta savol qoldiramam özümde. Boshqa bir savolim berjeraman. Buni javsam bo'ladimi bo'lmaymi? Bo'ladi. Demak bo'yamasa, endi yillik qilamiz. Cilveye evet. Var. Ya bunu yemezsin. Cevap koydum mu idrakta? Bilemedim. Demek ben bir idrakta cevabım ha. Malum bunu aç. Bu. Ne? Karı. Burada şu ne kadar var mı özü? Var. Şu bırakmadı. Hadi bunda blok jugo bir yerde. Yok mu? Şu kadimi mi? Kadimi diyorduk. Geldi bilmeye gezegi. Bu diye mi? Allah'tan biliyor musun? Biliyor mu açın içine? Kaçını? Yani bunu açsın. Bunu He. İçine. Bir bırakmadı. Ya. Sen bir bırakını çalıştırmadın mı? He. Uzun gen iyilik kayada bir bırak çıktı. Ya. Demek bu bir bırakmadı. O kademi doğru. Sen ohu kara rengi. Peki başka neler var? Bu Ahmet oluyor. He buldu kaçırdı. Bu diye şöyle tükeydi. O için vakayamlaşık. Ülkem Joker malın zor diye çıktı likedi. Şu da Joker. Hayır arkadaşlar ben onu asıllık olan Joker buldu. Barça hayır.